Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Yana bizga xudo xolsa yana bir xonadonimizda kuxnya yo'llarni ustanovka qilib berdik. O'zlaringiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Bu kuxnya yo'limiz bez ruchka, hech qanday ruchka qo'yilmagan. Только push mexanizm bilan ochiladi. Bu kuxnya rangiga keladigan bo'lsak, pasti eng yuqori qismi kofe svetda, kofeyniy svetda, o'rtasi esa белый жемчуг rangda. Bu kuxnya yo'limiz yana full moykalarni o'rnatib berganmiz. Stollarga keladigan bo'lsak, rossiyskiy 4 cm li stoldan qo'yib berganmiz. Mexanizmlarga keladigan bo'lsak, tortmasini mexanizmi push, ya'ni italansa o'zi ochiladi. Bosganda o'zi ochiladi. Shuning tanli mexanizm chotki. Keyin bunga yana sensorli upravlение LED qo'yib berganmiz. Yana ko'rib baho berishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi mebelimiz. Chunki rang kombinatsiyasi ham zo'r chiqdi. Moshniy bo'lib, bez ruchka bo'lgan ham boshqacha jozibali bo'lib chiqdi. Ustunlarga keladigan bo'lsak, o'rta qatori balandligi 90 cm buni 3 oraliq 2 polka qo'yilgan. Standart razmerda ko'radigan bo'lsangizlar, ishlarning shuning 2 dona polka qo'yilgan. Kim shuning xizmatlariga kelsa, bemalol murojaat qilish mumkin. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.